Assalamu alaikum vatandaşım. İkinci katımlık leksiyemize başlayımız. 2014 yılı 3. ayının 22. günü Büyük İrat Torbiti Cungo'da imaret ticareti de toxtamdı yeni beliş, dolkunu kötürüldüğü mavzuluk makaleyle kıldı. Alkımı şirketi qarzdar bolup kalıp toxtamdan yenip algan denkiyen Cungo'da imaret ticareti toxtamdı yeni beliş, toxtamga xilaplık kılış dolkunu kötürüldü. Xitayning özünün matbuatlarının haberleriga asaslanganda Zhejiang өлkəsində imaret ticareti bilen şug'ullangan Shenron şirketi igilik başqurishda səbəllik yol qoyğanlıqdan bundaq səbəllik igilik başquruş jarayonida şirketlarda bo'lib turdi, lekin masala bu yerda emas. İkinci mesele ki bu şirket Shenron şirketi cazanıga pul elib cazanı bilen şirketini terakki kıldırış ve savdo ticaretini yol koyuşu şug'ullanganligi belki bunun qarzdor bo'lib qolishidagi eng asosli sabablarning birisi bo'lishi kerak. Çünkü hazır Cungo'da kölengi bankalar deydi. Banka özünün pulunu cazanıga koyup joy-joylarda qurup chiqqan kölengi bankalar banka özüden berdigan pulni to'xtatganda mushu bankalardan kölengi bankalar cazanıga pul qo'ydigan bankalardan qarz elishga majbur bo'lgan shirkatlar oxirgi hisobda bir-birlab o'zining taraqqiyot yo'lidan chekinishga başladı. Şuna bu Shenron şirketi bugünkü günde nima bo'ldi? Shenron şirketi özünün qarzini, yani özünün köçmez mülkü sağlam meblag bilen qamdiyolmaydigan, ya köçmez mülki qarzini qamdiyolmaydigan bir ahvolga tushib qoldi. Shenron şirketi Zhejiang өлkəsində sanaqlıq çoğ şirketlerinin birisi idi. Bu bıraklı 3 milyard 500 milyon yuanga qarzdor bo'lib qoldi. Bu qarzdorlik, yani 3 milyard 500 milyon yuan qarzda qarzga olgan ishlatgan pul Zhejiang өлkəsində 10 bankaga chetishlik bo'lib qoldi. Bundaq ahvolda bu şirketning qarzdor bo'lib qolishi o şirketning yoki banka pul tepayotgan bankalarning qarz berish, o'sim elish, amonat elish, o'sim berish munosabatlarida qaysi ahvolga tushib qolganligini ko'rib olg'ili bo'ldi. Cungo'nun imaret ticareti meyli Cungo'nun özünden aytganda bo'lsin, meyli xalqaro jamiyatni aytganda bo'lsin, intayin muhim soha, intayin cho'ng soha edi. Şunlaşqa Cungo'da imaret ticareti nayt ko'p mablag' kapital jalb qila oladi. Ondan başqa Cungo'daki o'ttirg'i chiqqan baylar, mesela Amerikadagi Forbes deydigan jurnallarda ismi atalgan baylarning ko'pchiligi dal shu imaret ticareti sohasida shu kasb bilan shug'ullanib boy bo'lgan, pul topgan kishilar edi. Ondan başqa Cungo'da imaret ticareti en asosli hükümetning kirimini qoplaydigan ticaret sohasi edi. Hükümetning puli va boyligi kirimi dal imaret ticaretidan keladi. Bunda qo'g'anda imaret ticaretidan hükümetning mablag'i kirimi mushu sohadan keladi deganda, birinchi yer eli setish bu imaret ticaretiga bog'liq edi. Ikkinchidan yer eli setish jarayonida boj elish, imaret ticaretidan boj elish bu yol hükümetning kirimini qepindiradigan, hükümetning kirimini kapolatga qiladigan birdan bir manba desak bo'ladi. 2013 yilga qaraydigan bo'lsak, hükümetning 1 yillik kirimi 17 trilyon yuanga yetdi. Buning ichida 11 trilyon yuan biri bojdan keldi, ikkinchisi yer elish, yer setishdan keldi, uchinchisi Xitayning imaret ticaretidan keldi. Yer elish, yer setish masalasida asosan qonunda belgilangan Cungo'da har qanday yer zimin bu davlatning mulkidir. Şun bu yerda davlat olalaydı, davlat satalaydı. Şəxsilərinin yer elish, yer setish huquqi zada qanchalik
Bu narsa biz hozirgacha birnima deyolmaymiz. Şuna başta aytgandek, Cungo'nun öy imaret ticareti başkalarını koyup durup en asaslı hükümetle pul bilen maddi yoki zor baylık bilen qamdaydigan birden bir kelish manbai, kirimning kelish manbai öy imaret ticareti. Hükümet öy imaret ticaretini şundak muhim dep qaragan ekan. Bu saha hem şundak muhim bir saha ekan. Endi bu sahada to'xtam tuzish, öy imaret sodası bilan shug'ullanish, to'xtam tuzish ve eli setish masalasi to'xtam tuzish, endilikda fuqarolar bilan bo'lgan öy imaret sotqichlar o'ttirisi to'xtamni yeni bilish, to'xtamga xiloflik qilish dolqini ko'tarilgan bo'lsa, demak Jungoda öy imaret ticareti qaysi holga keldi degan savolni qo'yishga majburmiz. Jungoda öy imaret ticareti buning bahası, mesela öy imaretinin bahası. Onundan keyin Jungoda Xitoy pulunun kursi ve kıymeti. Bu iki mesele hal qiluvchi mesele. Bir öy imaret ticareti meselesi bahanın örülüşü ya düşüp duruşu, ikincisi pul kursinin örlep duruşu ve düşüp duruşu Jungoda bu en çoğun saha öy imaret ticaretinin hazırki ahvalını belgilep koyduğun iki büyük amil idi. Əməliyyatda məşinə qarağa vaxtıda imaret ticareti yerini ele setiş təsir göstərgəndək, yerini ele setiş ticareti imaret ticareti təsir etkizətdi. Beijing'de öy bağısının örülüşü ve düşüşü de görünərli düşüp bitiş, tüvelleş görülgəndək, Şanghay şəhərdə mi şundaq tüvelleş görülüb. Onundan başqa ikinci dərəcəlik şəhərlərdən elib əysaq, məsələn, Hayku, Anqing, Xiamen, Xining qatarlıq şəhərlərdə mi? Öy bağısı həssilep düşüşke başladı. Bundaq aytqanda, şu aldığımızda Jungoda 47'de çoğ ve küçük tiplik şehirlerde öy imaretinin bahası düşüp ketdi. Qaraganda pulning kursini saqlab qolish, pulning qimmatini saqlab qolish Jungoda eksport sodasiga ta'sir ko'rsatsa, Jungoda pulning qimmatini, pulning kursini saqlab qololmaslik İşki bazarının yoki mal bahasının örlep getishi meselesiga ta'sir yetkaz. U yoq qarasangmi bir qiyinchilik, bu yoq qarasang bir qiyinchilik, u yoq qarasangmi bir to'sqinlik, bu yoq qarasang bir to'sqinlik. Jungo iqtisodi dal mush kunlarda, mush kunga qoldi degan vaqtda eng asosigi pulning kursidir. Pulning qimmatida o'zgarish bo'lganligiga munosabatlikdir. Növbette kişilerin, mesela Jungo'nun eşki kısmındaki fuqarolarning şundaqla chet ellerde mi maliye guruhlarının Jungo'da bir meselege nazarını merkezleştirganligini ko'rib olamiz. Bu narsa nima degan vaqtda eng asosli Jungo'da pul kurs ve pul qimmatinin tushib ketganligi, öy imaret ticareti bahosining tushib ketganligi, hozir xalqaro jihat pul muomala guruhining yoki moliya guruhining diqqat qiladigan markaziy masalasiga, shuningda fuqarolarning diqqat qiladigan markaziy masalasiga aylanib qoldi. 3-oyning 19-kuni dollarga ayra boshlash, xalq pulini dollarga ayra boshlash 6,2 tiyinlik qizil siziqdan o'tib ketdi. 3-oyning 6-kunidan boshlab xalq pulini dollarga ayra boshlash o'ziksiz tüvelledi. Xalq pulunun qimmati hergiz tüvellemeydi. Xalq pulunun qimmati davamlı örleydi deydigan köz qaraş kişilerinin köz qaraşlarını təvirtib qoydu. 3-oyning 5-kuni 10.000 dollar 61.100 yuanga tegishilgan bo'lsa, bu vaqtda 1 dollar 6,2270 yuanga tegishilgan bo'ladi. Undaqda 10.000 dollar 62.275 yuanga tegishilgan bo'ladi. 15 kun ichida xalq pulini dollarga tegishish masalasida 900 yuvanlik farq o'ttirib chiqdi. Undaq aytganda 10.000 yuvanni tegishish jarayonida
tegishmoqchi bo'lgan odam xalq pulidan 900 yuanni ortiq xarjlaydigan bo'ldi degan gap. Demak, pul qimmatining tushib ketganligi, pul qimmatining o'zgarishidagi bu son amaliyotda 15 kun ichida 10 ming dollarni xalq puliga tegishganda 900 yuanlik o'tkal yoki mush o'tkalga duch kelgan yoki ortiq xarjlaydigan shundaq bir o'tkalga duch kelganda Jungoda xalq pulining qimmatining kursining qaysi darajaga tushganligini ko'rib turibdimiz. Bu albatta siz bilan biz cho'chiqqa tegishlik ish. Chunki pul qimmatidagi bundoq o'zgarish bichora Uyg'ur dehqonlariga nima oqibatni elib keladi degan mushu savol bo'yicha sizmi o'ylaysiz, bizmi o'ylaymiz? Biz bu yerda nima demoqchi bo'lyapmiz? Xalq pulining kursi tushdi. Xalq pulining qimmati o'zgardi. Bu siyosat xarakterli tushishmi, o'zgarishmi va yoki majburiyat asosidagi pul qimmatining tushganligi, pul kursining tuvalliganligimi? Biz bunaga bir narsa deyolmaymiz. Lekin o'tgani degandek 2% atrofida uy imorat tijoratida baho tushib ketdi deganda dal shunday narsa ko'rsak, hozir Jungoda xalq pulini dollarga ayirib boshlash mush darajada farq qilgan bo'lsa, demak xalq pulining kursi tushdi degan gap. Bu ahvol Jungoning tijorati va Jungoning iqtisodiga qanday ta'sir elib keladi? Bu bizning oldimizdagi masaladir. Orliqda biz leksiya so'zlaganda vatandoshlarımızga murojaat e'lon qilib, savdogarchilikka amroq Uyg'ur qarindoshlarim, vatandoshlarım, diqqat qilinglar, pulinglarni eriq molga aylantiringlar, pulinglarni ko'chmas mulkka aylantiringlar. Hozir bu taraqqiyot xatar ichida ketyapti, iqtisodiy tavrinish xatar ichida ketyapti degan edi. Bugun tuyuqsizda mana bu vaziyat yetib keldi. Mesela Xitoyda pul kursi tushib ketdi. Ayrıbaşlash tushib ketdi. Pul kursidagi qimmatidagi bu o'zgarish hozir Xitoyning uy imorat tijoratiga markazlashdi. Ayni vaqtda Xitoyda dangliq nazariy iqtisodshunos olim Newdo efendi aytgandek, az kunda hammamiz yig'lab ko'chaga chiqamiz deb ko'rsatgandek, Jungo fuqarolari yoki uy imorat tijorati bilan shug'ullanayotgan tijoratchilar yoki uyga setib berish yerida mablag' solgan fuqarolar hammamiz yig'lab Newdo aytgandek ko'chaga chiqamdi va yoki boshqa bir yo'l bormi? Hozir buni ko'rgili bo'lmaydi, lekin Jungoning iqtisodi hozir hamma odam diqqat qiladigan va nazarini og'diradigan masala bo'ldi.